kerak paytda, endi bu kerak bo'lmasin-u, doimiy hujumga borishimiz. Hozir Oston O'runov, ikkita uchta himoyachining aldab o'tib ichkariga yorib zarba, gol. Bir o'zi Oston hal qilib tashlayapti. Misr himoyasini ko'rmagandek o'tib ketyapti. O'runov tezkor gol. Bravo, senyor. Dahshat 4-daqiqadayoq uchrashuvda hisobda oldinga chiqib olyapmiz. Oston sog' salomat bo'lib tursa, formada bo'lsa, istalgan raqibni qiynab qo'ya oladi. Mana bu yurish, umumiy bu jamoaviy pressing natijasida to'pning olib qo'yilishi, bu yog'ini Oston bir o'zi solo yurish bilan yakunlayapti. Mana nega har bitta murabbiy ishlayotganda terma jamoamizda Oston O'runov sog' paytida uni asosiy tarkibga tushiradi. Chunki u mana shunday yurishlarga jur'at eta oladi va masalani hal qila oladi. Fantastik gol kuchli jamoa darvozasiga